Toshkent shahri Renessans kino uyida milliy statistikada yangi bosqich, shaffoflik va xalqaro standartlar sari mavzusidagi konferensiya mamlakatimiz statistika sohasida islohotlarni yanada chuqurlashtirish uchun muhim qadam bo'ldi. Ushbu tadbir aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish, yalpi ichki mahsulotni qayta hisob-kitob qilish natijalari, inflyatsiya metodologiyasini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda milliy statistika tizimini transformatsiya qilish masalalari muhokamasiga bag'ishlandi. Aholini qayta ro'yxatga olish davlat va jamiyat uchun resurslarni samarali taqsimlash, rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi. O'zbekistonda esa so'nggi 35 yilda qayta ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilmagan edi. Davlatimiz rahbarining farmonlariga asosan Milliy statistika qo'mitasi aholi va qishloq xo'jaligini qayta ro'yxatga oladi. Ro'yxatga olish jarayonlari 2 bosqichda, onlayn va hududlarda mahalla yettiligi yordamida amalga oshiriladi. Bugungi kunda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiriga chuqur tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Xalqaro darajada ushbu aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri aslida 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi. Tayyorgarlik bosqichi demak, toki o'sha asosiy tadbir boshlangungacha bo'lgan davr tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Ikkinchi bosqich bu bevosita ro'yxatga olish ishlarini amalga oshirish bosqichi. Uchinchi bosqichda bu ma'lumotlar yig'ib bo'lingandan keyin uni tahlil qilish, qayta ishlash va e'lon qilish bosqichi hisoblanadi. Aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonida aniqlik kiritiladigan ma'lumotlarni yalpi ichki mahsulotga ta'siri shundan iborat bo'ladiki, bu vaqtda mana o'z nomi bilan ma'lumki, qishloq xo'jaligida yalpi ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilyapti. Qishloq xo'jaligida ro'yxatga olish ishlari natijasida qishloq xo'jaligida mavjud dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarining o'sha uy xo'jaliklari tomonidan yetishtiriladigan, tomorqa xo'jaliklarida yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qiymatidan, ya'ni ma'lumotlarining aniqligi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu bevosita yalpi ichki mahsulot tarkibida asosiy ulushga ega bo'lgan qishloq xo'jaligi qismining ma'lumotlarining shaffofligi ta'minlanadi. Bundan tashqari aholini ro'yxatga olish jarayonida bizda mamlakatimizda mavjud aholiga nisbatan yaratilayotgan qiymatning qanchalik darajada o'zgarayotganligini aniqlash imkonini beradi. Сегодня Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике организует международную практическую конференцию, посвященную реформам в сфере статистики. В данной конференции принимает большое количество участников со стороны международных организаций и национальных министерств Республики Узбекистан. В частности, это Всемирный банк, Международный валютный фонд, ЮНФПА, ФАО и другие. На данной конференции обсуждаются вопросы подготовки к переписи населения и сельского хозяйства в Республике Узбекистан. А предыдущая перепись населения была проведена в 1989 году. А данное мероприятие будет организовано с 15 января 2026 года. Все пользователи могут использовать сайт, специальный сайт для данного мероприятия census.stat.uz. Начиная с 1 февраля до конца февраля данные будут собраны непосредственно на месте у всех жителей нашей страны. Мы просим жителей нашей страны активно принять участие в данном мероприятии, поскольку данное мероприятие очень важно. Посредством данного мероприятия будут собрано большое количество социально-экономических показателей, о демографических показателях, о занятости, о жилищных условиях населения, о животноводстве и посевных площадях Республики Узбекистан. Tashkilotda prezidentlik darajasi e'lon qilinganidan keyin erishilgan asosiy yutuqlarni va maxsus tadbirlar orqali o'zgarishlarni ta'kidlash muhimdir. Shu nuqtada ma'qullash bo'lganidan, ya'ni O'zbekistonda aholi punktlarini aniqlashda xalqaro ekspertlar ishtirok etishidan xursandman. Bu Federal aviatsiya boshqarmasi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi fondi tomonidan qo'shgan hissasi bo'lib, Milliy statistika qo'mitasi ushbu tavsiyalarni qabul qilgani quvonarli. Men ham O'zbekistondagi mahallalar uyushmasi tayyorgarlikda muvaffaqiyatli ishlarni amalga oshirganini eshitganimda hayajonlandim. Aslida O'zbekistonda mahalla tizimi juda yaxshi va u aholini ro'yxatga olishni amalga oshiradi va ma'lum bir afzalliklar bilan ta'minlaydi. Ya'ni hukumat alohida planshetlar bilan xalqni ta'minlashga majbur bo'lmaydi. Bu ishni mahalla tizimi amalga oshiradi. Последняя перепись была в 1989 году на территории современного Узбекистана. Теперь вообще по международным рекомендациям перепись должна производиться каждые 10 лет. То есть вот начиная с сегодняшней переписи, то есть которая будет в 2026 году,
мы будем проводить ее каждые 10 лет. Это согласно международным рекомендациям. Milliy statistika tizimi bizni ish joyimiz, yashash sharoitimiz va daromadimizga bevosita bog'liq. Shu sababli bu jarayon barchamiz uchun ahamiyatli.